Hurmatli obunachilar, mana ular nima deyapti endi 3-partiyaga. Oyda doğurganlardan mana. Birinchi tug'ishga, ikkinchi tug'ish Arashanga toza hisorisi va naqdlaridan zoradoni boqaman deganlarga mana qo'zichag'idan birinchi tug'ishidan uzoq qilib kelsa 10 kunda tug'adiganidan bo'lsin degan obunachilarimizga. Bu yillarni qaranglar. Ikkovini ham lopillab turibdi akalar. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli, barakotli bo'lsin degan hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga payshanba 5-fevral 2026-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilni oldidan hurmatli obunachilar naqd bugetdalik bo'g'oz qo'ylarimizdan va naqd egizakchi bolali qo'ylarimizni video syomkasini qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Inshaalloh bugun sizlarga qo'yimiz ko'p-u, lekin ichidan saralab yaxshi-yaxshilarni syomka qilishga harakat qilamiz. Bittadan kanalga like bosib qo'yishingizdan chiqmasa, kanalimizni sizlarni ko'p kutilmay holat videolarimizni boshladik. Do'stlar, hozir ko'rib turgan qo'ylaringni ikkov bolasi ham mana 3 kunlik, 4 kunlik. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq, enasi rosa 4 yashar. Ikkinchi bolasi 6 yashar emas, 4 yashar. Bemalol kim bo'lsa professionallarni kelib ko'rib olasizlar. Bolalari mana shunisi qo'chqor, narigi sog'liq. 3 kunlik, 4 kunlik bo'libdi hali. Mana akalar qo'yni yaltirashga bitta e'tibor berasizlar. Parzondozda ishtimasi bo'lgan yo'q. Toza hisorni sotgan mas'ul egizakchimiz mana. Kashtan Svet. Bo'ylari 80+. Inshaalloh 7 sog'liklariga bir hafta garantiya, bolalari o'zinikiligiga, boshqa hamma yo'g'iga aytyapman, bir hafta garantiyasi bor akalar. Qo'ylar xudo xolasa o'ta ham go'zal. Hali zo'ridan boqaman deganlarga egizak, tozasidan boqaman deganlarga birinchi tug'ishdan ikkita tuqqan ekan bu egizakchi qo'yimiz. Mana qaranglar, qo'y tikonlari ham turibdi. Pardozondozda ishtimasi bo'lgani yo'q. Xo'p, do'stlar, buni endi ming gapirib, ming maqtaganimizdan mana qaranglar, o'zlari mana. Tinmayman deya shunisi. Lekin qo'chqori baquvvatancha. Ming gapirib, ming maqtaganimizdan eng qizig'i narxida bo'ladi. Videoni cho'zib yormaylik. Narxini sizlarga buni 13 million so'm bo'ladigan narxi deb qo'ymoqchi edik. Endi telefon qilinglar, xayr sunnatiga, savdo sunnat degan joyimiz. Bemalol savdolash oson ham bo'ladi. 13 million so'm, albatta kami bor akalar. Mana bolalari bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Mana. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar akalar. Bunaqa yoshi, bunaqa tayyori hazm ham tushiravermaydi. Yilda egizak tug'ib kelayotgan qo'y. Mana qaranglar, emishini biladi. Mashalloh, narigisi qo'chqor, bunisi sog'liq mana. Bu qo'chqor, bu sog'liq. Osh sherik bo'lganda bo'ylarni o'lchab, tishini ochib berardim. Telefon qilinglar, ilojini topamiz. Mabodo chet eldan kelolmasdan o'z baraka qilaman deganlarga bo'ylarni o'lchab, tishlarini videosini tashlab beraveramiz. 13 million so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichidan O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Bo'lsa buni kirgizib, keyingi navbatda olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi navbatda dangal tavakkalik ish qilaman degan obunachilar mana naqd bo'g'ozlardan keldi akalar mana. Naqdlaridan zoradoni boqaman deganlarga mana qo'zichag'idan birinchi tug'ishidan uzoq qilib kelsa 10 kunda tug'adiganidan bo'lsin degan obunachilarimizga. Bu yillarni qaranglar. Ikkovini ham lopillab turibdi akalar. Naq, xudo xolasa biz akalar misol uchun buni 10 kun deyapmiz, balki ertaga tug'ishi ham mumkin, balki indinga tug'ishi ham mumkin. Kasbimizdan kelib chiqib, bilganimizni aytyapmiz mana, lekin naq hurmatli obunachilar, qo'llarimiz o'sha yilning o'shasini qo'l to'laydigan 100% bo'g'ozdan ikkovi ham birinchi tug'ish qo'zi, tish buzmagan. Lekin mana mashinaga ham garantiya berilmaydi. Shunisini aytib berdik. Ko'pchilik bizdan hali ba'zi bir qo'y purish akalarimiz bor ekan, garantiya bera olarkan, biz unaqa bera olmaymiz. To'g'risini aytish kerak, u so'yilmagan qovun. Ichidagi hech kim javob bera olmaydi. Javob berishsa berishaversin, biz bermaymiz. Lekin qo'ylar mana akalar, o'zi buni qo'yga tushunmaydigan odam ham bilaversa kerak buni orqalarini qo'ydi yelinini ko'rib bo'g'ozligini. Mana qaranglar. Shokillari boridan, quloqlari butunidan, kashtanadan so'raganlar kashtanadan, sarig'idan so'raganlar sarig'idan. Bu ikkovi ham hisori qo'y, nariga Arasha yoki Delbay emas, ikkovi ham hisori qo'ydi bolalari akalar mana. Narxi qiziq, narxini endi akalar sizlarga kelishtirib bo'ladigan narxini 12 million so'm qo'ymoqchi edik. Shu jamoa bilan maslahatlashgan holatda, albatta o'zim bilan 11 million 500 ming so'mga o'zim ko'nib berdim endi. Ko'ndirib berdim. 11 million 500 ga yana xayr sunnatiga kelishsalar ham bo'ladi. Pastga raqamga aloqa chiqarasizlar. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda akalar mana. Narxlar xudo xolasa yengil qo'yapmiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'yinglar. Qimmatmi arzonmi? Yana bir qator endi men hamma narsasi o'ziga chiroyli ko'rinadi-yu. Lekin bu narsalar akalar mana. Hali gumon bas. Ikkovi ham mana. Yelini ko'ryapsizlar, mana. Yelini ko'ryapsizlar. Qasam tug'arkin demaysizlar. Xudo xolasa olib borasizlar, kunda kechib payt ertalab qarab qo'yasizlar. Qo'yim ikkita qo'yim 6 ta bo'ldi demagan deb inshaalloh egizakchilardan bo'lsin.
Bizga egiz aytsa ham bitta tug'adimi, ikkita tug'adimi bo'lsa yeb bermaymiz. Mana. Qonunlarga qaraylik. Inshaalloh mana shu qorin lekin juda osilgan mana shuni qonni. Qoraga qaraganda saradi. Bitta tug'sin, zo'ridan tug'sin, ha. Akalar 11.500.000 dastavkasi butun O'zbekistonga kelishilgan holatda pastki raqamlarni o'qib chiqarsizlar, bo'lmasam keyingi partiyalar olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, ma'lumlar nima deyapti endi 3-partiyaga? Oyda duvorganlardan mana birinchi tug'ishga ikkinchi tug'ish Arashanga toza hisorisi va qora o'zimizni Messi qo'ydi mana bu yerga. Nihoyatda go'zallarini akalar. Mana shu ikkovi qo'zichoq, birinchi tug'ish inshaalloh 100 bo'g'oz. Uchovi ham aniq bo'g'oz, yelin soppagan. Xudo xolasa akalar, o'ylanmaysizlar, bo'g'oz menga qistirib qo'chqor qo'shmaysizlar, bularga qo'chqor ichida yurgan akalar. Mana shu uchovining ichida qo'chqor yurgan, qochgan xudo xolasa. Mana ikkovi bitta qo'ra, o'rtadagi alohida qo'ra. Uni ham qo'chqorini ham u ham hozirgacha qo'chqor ichida yurgan ekan buni. Bularku aniq shu yerda qo'chqor ichida yurgan jonivorlar, lekin o'ta ham go'zal qo'ylar, mana qaranglar akalar. Toza hisorisida mana qo'zichoq hali mana bu bor-ku, hali qo'zichoq. Mana bu 4 ishdan 6 ishga o'tyapti. Qo'ziligida tuqqan, shunaqa yoshida tuqqan bo'lsa, 3-inchisi, bo'lmasam 2-inchisi. Mana. Tavsiya qilib qolamiz. Arashanni yaxshisidan so'raganlarga mana. Arashan liniyasini bilmadinglar ekan. Bunda liniya ham bo'lmasa kerak. Lekin bo'g'ozligi aniq, xudo xolasa akalar. Naqdida olaman deganlarga yedish sog'liklari o'ta ham zo'r. Buni bunday ushlab, bunaqa qo'y deyish foydasi yo'q. Mana shu qo'y. Mana shu turishiga sotamiz akalar mana. Lekin bo'g'ozligi naqd, yelin solib qo'ygan qo'ylar. Hali yelin solib anaqa bugun talibasi, bundan oldin video chiqarganimizda bilinib qo'ygan, bilintirib qo'ygan. Xo'p, hurmatli obunachilar, bularning narxiga kelsak, narxini 7 milliondan 21 million so'mga beramiz deb turibmiz. Dastavkasi vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda bor. Vodiy bo'ylab bepul. Ulgurib olinglar, to'g'risi, bir oy oldin mashq qo'ylar akalar, bu qo'ylarni o'zimiz bozordan ola olmayapti o'di. Yaxshigina pullarga ketib qolyapti o'di. Mana shu optim qo'yni ichida kelib qoldi. Bu qo'yni narxi bebaho. Agar egasi kelsa bu qo'yni narxi bebaho. Misol uchun zotini, naqasini tushungan odam kelsa, buni farzandozini ham berganimiz yo'q. Biz ijtimoiy qilingan qo'ylarni olamiz, sotamiz. Shu holatda yedishingizni javob beramiz xolosa biz. Haliga bunaqa qiynab olmaymiz bo'g'oz qo'ylarni. Ko'rib turganinglardek qo'ylarni sog'liklari, tetikliklari mana tetik. Yedishchilarga biz garantiyalarni beramiz, lekin bo'g'oz qisilgan aytib o'tganimda, Allohga tavakkal, lekin ana bo'g'oz ekan. Xohlovchilarga telefon qilsam, men uka mana shu pulga kelishamiz. Oldin bo'g'oz chiqsa desalaring, uzuy qildiraman video syomka orqali. Uzuy jarayonlarini sizlarga videosini tashlayman. Yo'qsa bo'g'oz chiqsa olasizlar, qistirishni olmay qo'yasizlar. Mana qo'ydi o'zi aslida qisir bo'lsa ham u pulga berilmaydi. Semiz qo'yda bu. Nihoyatda semiz sog'lig'imiz. O'zi yemlab berishgan ekan buni, qo'chqor bilan sog'liq yemlangan ekan. Qo'chqordan zo'r semirib ketdi mana shu jonivor. Qisir bo'lganda undan baland pulga sotilardi. Uchovini 7 milliondan 21 millionga vodiy yo'lida dastavkasini qilib beramiz. Endi ikkovini olgangacha balandroq telefon qilinglar, kelishamiz. Telefon qilinglar, uchovini olganga o'tib ham beraveramiz. Hurmatli obunachilar, shunday videolarimiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.